Bugun biz sizlar bilan hamma uchun qiziqarli bo'lgan mavzu quyosh panellarining kalta kabellik va uzun kabelli versiyalari haqida gaplashib o'tamiz. Kalta kabelli quyosh panellarining minus chiqish tomonida 20 santimetrlik va plus chiqish tomonida esa 40 santimetrlik kabel bo'ladi. Jami bo'lib 60 santimetr kabeldan tashkil topgan bo'ladi. Ikkinchisi, uzun kabelli quyosh panellarimizda har birida, ya'ni plus tomonda ham, minus tomonda ham 140 santimetr kabeldan tashkil topgan bo'ladi. Qachonki quyosh fotolik tizimlarida panellar vertikal holatda bir-biriga nisbatan yonma-yon joylashganda, kalta kabelli panellardan foydalanish afzal hisoblanadi. Sababi bularning kabellari bemalol yetarli bo'ladi yonidagi panel uchun bog'lash uchun. Agar biz shu holatda uzun kabelli quyosh panellaridan foydalanadigan bo'lsak, bu bir qancha ko'proq panellardagi kabellarning bekordan bekor turishini va bu orqali ko'proq energiya sarf bo'lishini keltirib chiqarishimiz mumkin. Mana hozir qachon uzun kabelli quyosh panellaridan foydalanish kerakligi bo'yicha gaplashib o'tamiz. Qachonki biz quyosh panellarini gorizontal holatda bir-biriga nisbatan o'rnatayotganimizda yoki turli xil sxemali quyosh fotolik tizimlarini qurayotganimizda uzun kabelli quyosh panellaridan foydalanish afzal hisoblanadi. Sababi, misol uchun gorizontal o'rnatganda quyosh panellarimizda birinchisining plusi bilan ikkinchisining minusining orasidagi masofa birmuncha uzun hisoblanadi. Bu holatda bizning kalta kabelli quyosh panellarimizning o'zini kabeli yetarli hisoblanmaydi. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Qo'shimcha konnektorlardan foydalanib, qo'shimcha kabellardan foydalanib nima ulashimiz kerak bo'ladi. Bu qo'shimcha vaqt talab qiladi hamda qo'shimcha konnektorlar talab qiladi. Shu xarajatlarni kamaytirish maqsadida uzun kabelli quyosh panellaridan foydalanadigan bo'lsak, bemalol bularni bir-biriga bog'lab, ishni ham tezlashtirishimiz, ham qo'shimcha xarajatlardan forig' bo'lishimiz mumkin bo'ladi.